Siz bu yerda nima qilyapsiz? Buni endi sizlardan so'rash kerak. O'zlarini hayvon ruhi bilan bog'langan inson deb hisoblashadi. Ular o'zlarini mushuk, it, har xil hayvonlar turidanman deb o'ylashadi. Seni qanday tutishingni ko'rganimda boshqacha ayol ekanligingni bilgandim. Uyalmaysanmi? Oilali erkakka yopishishga. Axir oilasi bor. Bu nimasi? Lekin to'g'risini aytsam, o'zbek qizlarga nima yoqishini bilmayman. Masalan, Yevropada yaxshigina dil izhori bilan bitta gul bo'lsa bo'ldi. Ish yuzasidan shu yerda uchrashuv bo'lish kerak edi. Ish yuzasidan. Bilib bo'ldim. Kiyimidan hamma narsani bilib bo'ldim. Turtib ketganingiz yetmaganda yana tanbeh ham eshitarkanman-da. Ay tavba tavba. Yoshlarga nima bo'lgan-a? Yoshlarga hech narsa bo'lmagan. Oyim siqilib qoladilar. Men ularning sog'ligini o'ylayapman. Xavotir olmang. Oyijonga aytib o'tirmayman. Mana shu narsalar hozirgi kunda juda ko'p tarqalayotganini eshitgandim. Hatto O'zbekistonga ham kirib keldi deyishayotgandi. Rostdan ham shunaqamikin? Bu narsani oldini olish kerak. Bo'lmasa yosh avlodning ongida noto'g'ri fikrlar shakllanib, shu narsaga xayrixoh bo'lishlari mumkin. Bu ham jiddiy masala. Shu narsani bir o'rganib chiqishim kerak ekan. Qizim, kirsam bo'ladimi? Ha, keling oyi, so'rab o'tirasizmi? Xo'sh, yana nima qilyapsan? Ha, Yana anu narsalarni boshlayapsanmi? oyi, sizga va'da berdim-ku. Bo'ldi, endi u mavzuda video olmayman. Shunaqa qilgin qizim. Shunda meni ham ko'nglim xotirjam bo'ladi. Xo'sh, hozir nimalar qilyapsan? Hozir shu yoritishim uchun yangi mavzu qidiryapman. Qizim, ishingni to'xtat demayman. Lekin endi xavfsiz, kimlardir jahlini chiqarmaydigan narsalar haqida video olgin. Xo'p, oyi, shuna qilaman. Mayli qizim. Men ham uxlayman. Bugun juda ham charchadim. Hoy, tinchlikmi? Ish qilib, u yer tinchmi? Ha, uyda ko'p ishlar bo'lyapti. Nima gap? Komol aka tuzalgandan keyin ular onasi bilan Saidani uyiga ko'chib o'tishdi. Lekin shunda ham ularning orasida qanaqadir muammo bordek tuyulyapti. Bu yoqda Jasur ham ahvoli yaxshi emas. Jasurga nima bo'ldi? Uni ham ruhiy holati yaxshi emas deyishibdi. Yo'q. Ishidan bir rov ta'tilga chiqib dam olar ekan. Xullas, tushunarsiz narsalar bo'lyapti. Yoki men uyda nimalar bo'layotganini tushunmayapmanmi? Mayli oyi, siz ularga e'tibor bermang. Ularni deb boshingizni qotirib o'tirmang. Ha, seni ham gapingda jon bor qizim. Mayli oyi, uxlasangiz yaxshi dam oling. Meni ozgina ishlarim bor edi, tugatib uxlayman. Mayli, sen ham vaqtliroq uxlagin qizim. Xo'p, oyijon, yaxshi dam oling. Bo'pti. Oyi, Keldingmi o'g'lim? yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Mana bu sizga. Voy, bolam. Nima qilarding ovora bo'lib? Siz bundan ham ortig'iga Voy, arziysiz. bolam. Bugun qayerga bording? Bugun bir tanishimni tug'ilgan kuni edi. Shunga sovg'a olishga boruvdim, sizga ham qo'shib yubordim. Xo'sh, kim ekan o'sha tanishing, bilsak bo'ladimi? Yoki bo'lajak kelinimmi? Bunisini aniq ayta olmayman. Xullas, hozircha tanishmiz xolos. Tushunarli. Demak, u bilan munosabatlarni endi boshlagansizlar, shunaqami? Shunday desam bo'ladi. Bugun kechroq borib tabriklab kelmoqchiman. Tug'ilgan kuni bilan. Bugun. Yarim tunda. Ha? G'alati emasmi? Nimasi g'alati? Voy bolam, yarim tunda birovlarni bezovta qilib nima qilasan? Voy, hozirgi yoshlar nimalarni o'ylab topishmaydi-ya?
uni ham ota-onasi bor. Balki ular bunaqa payt uxlashar. O'sha sovg'angni ertaga bersang bo'ladi-ku. Oyi, hozir ancha muncha odam yarim tungacha uxlamaydi baribir. Ayniqsa bizga o'xshagan yoshlar. Meni ham hammani bezovta qilish niyatim yo'q. Boraman, chiqadi, sovg'am beraman, qaytaman. Mayli, o'zing bilasan. Kiyimlaringni almashtirib chiq, ovqat tayyor. Sovg'a uchun rahmat. Arzimaydi. Hey, nima qilyapsan? Kim bor? Hey, kelinglar! Yordam beringlar! Jinnimisan? O'bek aka. Yangilik bor. Xo'sh, qanaqa yangilik bor? Kuzatilayotgan obyektda rostdan ham kiber jinoyat bo'layotganligi aniqlandi. Bu safar ularning hisob raqamlarini aniqlashgacha muvaffaq bo'ldik. Rostdanmi? Bu juda yaxshi yangilik. Demak, bizga berilgan hamma ma'lumotlar to'g'ri bo'lib chiqyapti. Ha, aynan shunday. Yaxshi. Unda hoziroq ishchi guruh tuzishni boshlaylik. Ertaga ertalab bu ishni yoqamiz. Xo'p bo'ladi. Sizni tushundim. Yaxshi. Saida, siz Kutmaganmiding? Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Quloqim sizda. Nimaga meni erimga suykalib yuribsan? Tushunmadim. O'zingni go'llikka solma. Meni nima deyotganimni juda ham yaxshi tushunib turibsan. Boyagi ishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, Kamol aka ham aytdilar. Biz u yerga ish masalasida borgandik. Ishmish. Nimani ko'zlab yurganingni hammasini bilib turibman. Xo'p, bilgan bo'lsangiz yaxshi. Sizga nima farq? Yo rashk qilyapsizmi? Ajrashadi deb senga kim aytdi? Niyating shumi? Shuni kutayotganmiding? Nega buncha xavotir olyapsiz? Demak, qo'rqyapsiz. Shunaqami? Men hech kimdan qo'rqmayman. Ayniqsa sendaqalardan. Gapimni ikki quloqing bilan eshitib ol. Biz Kamol aka bilan ajrashmaymiz. Xo'p. Unda ariza-chi? Axir ajrashish uchun ariza topshirgansizlar. Arizani qaytarib olish muammo emas. Meni yerimdan uzoqroq yur. Bo'lmasa, mendan xafa bo'lma. Bu safar ogohlantirib qo'yaman. Lekin kelasi safar yana shu hol bo'lsa, boshqacha gaplashamiz. Maslahatim, meni qarshimda turishdan ehtiyot bo'l. Ko'ramiz. Kimni qarshisida turish xavfliroq ekan.
Alo. Diyora bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapiring. Qarasam onlayn ekansiz. 5 daqiqadan keyin tashqariga chiqing, iltimos. Tinchlikmi? Tinchlik. Xo'p, mayli. o'n ikki bo'lishiga 10 minut qolibdi-ku. Bitta qizchani ukasi bo'lgan ekan. Ukasiga doktorlar tashxis qo'yibdi. Tuzatish qiyin bo'lgan kasallik bor deb. Keyin ota-onasi bolachani uyga olib kelibdi. U qizcha ota-onasini noilojligini ko'rib ko'chaga chiqib ketibdi-da, dorixonalarga bitta kirib chiqayotgan ekan. Qo'lida 5000 so'm va 2000 tangasi bor ekan. Keyin oxirgi dorixonaga kiribdi-da, mana shu pulga mo'jiza bera olasizlarmi deb so'rabdi. Shu narsani bitta odam ko'rib qolgan ekan. Qizchani oldiga kelibdi-da, u odam nimaga senga mo'jiza kerak desa, qizcha bo'lgan voqeani aytib beribdi. Keyin odam pulingni menga ber deb, endi uyingga olib bor deb aytibdi qizchaga, pulini olib. Keyin qizcha uyga olib boribdi bu odamni. U odam chet eldan kelgan doktor ekan o'zi. Malakali professor ekan. Keyin o'sha qizchani endi duosida baribir Xudo yetkazgan ko'ngliga ana u odamni. Shu odamni bularga mo'jiza qilib jo'natgan. Shu hikoya. Tushunarli. Juda ta'sirli hikoya ekan. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Bilib-bilmay qilgan xatolarim uchun meni kechir. Assalomu alaykum Diyora opa. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Arzimasa ham sizga. Har doim shunaqa chiroyli bo'lib yuring. Shartmasdir ana. Nega unaqa deysiz Diyora opa? Bularni hammasi siz uchun. Oyijon, kimnidir kuzatyapsizmi? Yo'q, o'zim shunchaki Ra'no bilan Jasur ana u Diyorani tug'ilgan kuni bilan tabriklashga ketishuvdi. Men kelishdim ekan deb. Qaysi Diyora? Ziyodani qizini aytyapsizmi? Ha, o'shani. Voy, Jasur bilan orani ochiq qilganda-ku, yana gaplashyaptimi? Bilmasam, men bilmayman. Ra'no qo'ymasdan olib ketdi. Bugun tug'ilgan kun ekanda. Mayli, kelishsinchi gaplashib ko'ramiz. O'zingiz muncha kech qoldingiz?
oyajon, ishlarim hal bo'lguncha allamahal bo'lib ketdi. Saida qizim, men sizni juda yaxshi bilaman. Ko'rinishingiz boshqacha. Mendan biror narsani yashirmayapsizlarmi? Hammasi joyidami? Oyijon, xavotir olmang, hammasi joyida. Arizani ham qaytib olmadinglar. Ertagayoq shu narsani hal qilinglar, meni tinchtinglar. Xo'pmi bolam? Oyijon, xo'p. Yaxshi. Komil aka ishlarim bor deganlariga bora olmadik. Ertaga borib shug'ullanamiz. Charchamang bolam, charchamang. Tug'ilgan kuningiz bilan Diyora. Mana bu gul sizga. Rahmat Hasan. Tushunmadim. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu savolni men senga berishim kerak edi. Yo'q, Diyorani qayerdan taniysan? Aka, bo'ldi, o'zingizni bosing. Nima, men senga отчет berishim kerakmi, ha? Bo'ldi, bas qilinglar. Jasur, siz o'zi qayerdan paydo bo'lib qoldingiz? Nima bir marta uzr so'rashingiz bilan hamma narsa unutilib ketar ekanmi? Diyora, bu unaqa demang. Ra'no, mendan xafa bo'lma. Men bu sovg'alarni ola olmayman. Bu meni nomimdan Diyora, hech bo'lmasa shuni oling. Yo'q, baribirga ham. Men buni ola olmayman. Sizlar bilan aloqani uzganman. Keyin bu yerga Hasanni deb chiqqandim. Sizlarni kutmagandim. Diyora, sen bu bilan tanishishga qachon ulgurding? Senga nima? Hisob berishga majbur emasman. Xohlasang men senga hozir tushuntirib beraman. Aka, to'xtanglar. Bo'ldi, aka. Bo'ldi, aka. Hasan, Ra'no, akangni olib ket. Yur. Aka, o'zingizni bosing. Ra'no, bo'ldi, ketinglar. Akajon, yuroq qoling, ketdik. Nima qilasiz bu yerda? Mashinaga bor. Sen bilan esa hali gaplashamiz. Xohlagan joyingda gaplashamiz. Xohlagan vaqtingda, tushundingmi? Aka, bo'ldi, yuroq qoling. Bo'ldi. Bu yerda u nima qilyapti? U bilan aloqani uzdim degandingiz. Bilmadim, Hasan. Men ham siz qo'ng'iroq qilganingiz uchun tashqariga chiqqandim. Hasan, bo'ldi, asabiylashmang. Jahlim chiqib ketyapti. Qanaqa qilib asabiylashmayman? To'g'risini ayting. Siz uni kechirishingiz mumkinmi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Faqat rostini ayting. Diyora, sizdan so'rayapman. Kechirishingiz mumkinmi? Yo'q. Hech qachon kechirmayman. Meni yarim yo'lda tashab ketgan insonni men hech qachon kechirmayman. Unday bo'ladigan bo'lsa, agar u sizni yana bezovta qiladigan bo'lsa, menga ayting. Xo'p. Xotiramang. Uzr. Asabiylashib ketdim. Bu yilgi tug'ilgan kuningiz esda qolarli bo'ldi. Mayli, hammasini ortga tashlaylik. Bugun sizni kuningiz yuzingizdan hech qachon tabassum arimasin. Har doim mana shunday chiroyli, go'zal bo'lib yuring. Gulla chiroyli ekan. Sizchalik emas. Hasan yaramas, yerri dumaloqligini qaragan. Kelib Hasan bilan ham tanishib qoladimi? Aka, bo'ldi, asabiylashmang. Diyora ham kelib uni yonini olib o'tiribdi. Ular qachon shunchalik yaqin bo'lib olishga ulgurdi, ha? Aka, Diyora ham hozir sizdan qattiq g'azablanyaptilar. Balki shuning uchun ham ataylab shunaqa qilgandirlar. Lekin munosabatlari unchalik jiddiyga o'xshamadi.
aka, aytgancha sovg'a oldingizmi? Qanaqa sovg'a? Nimaga? Esingizdan chiqdimi? Diyor opam tug'ilgan kunlari-ku. Esimdan chiqqani yo'q-ku. Nima olishni hali o'ylaganim yo'q. Bu haligi anu qizmi, tanish qizingmi? Diyora, munosabatlaring yaxshimi? Uzilib ketgan deb eshitdim. Haligi Yo'q, buvijon, yaxshi emas. Yaxshi emas? Shu bahona yarashib olishardi. Ana bo'lmasa. Aka, hozir borib sovg'a olib kelsangiz bo'lardi. hozirmi? Ha, nima qilibdi? Seni yo'l yo'riqqa solyapti ya. Ha, endi bu Baribir bo'sh o'tiribsiz-ku, aka. Ruxsat berasiz, buvijon? Albatta. Albatta. Men hamisha muhabbat tarafidaman. buvijonim. Mayli. Mayli. Borib kela qol bolajon. Hech qo'ymadinglar, qo'ymadinglar. Chiroyli, yaxshi narsa olgan. Pul berib turaymi? Pensiyamda. Sizlarda bor buvijon. buvijonim. Rahmat buvi. Sizga nima olib kelay? Menga hech narsa kerak emas. Tinch bo'lsalaring, men baxtliman, bolam. Unaqada Mayli, borib kelay. amin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Yaxshi borib kelinglar. Mayli. Men sizga do'kon manzilini tashab qo'yaman, xo'p? Xo'p. Oho, ko'rdingmi? Hijam qiynalmaysan-a. Qayerdan topasan bunaqangi maslahatchi singilni? Gapirmang. Joni sog' bo'lsin. Mayli. Yaxshi bor, bolam. Men ketdim. Voy meni qaqildog'im, voy meni aqlligim. Yaxshi keldingmi, jonim? Yaxshiman, rahmat. Hammasi yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Hamma narsaga aqling yetadi, seni. Men xato qildim. Lekin hali ham xatoyimni to'g'rilashga imkonim bor. Men Diyoradan kechirim so'rab, hammasini tushuntirsam, Diyora albatta meni tushunadi. Men unga sevgimni eslataman. Yaxshisi ertaga sovg'a olib, tug'ilgan kuni bilan tabriklab kechirim so'rayman. Menimcha uni ko'nglida ham menga nisbatan biroz bo'lsa-da sevgi bor. Men shu sevgini unga eslataman. Demak, ertaga men uchun eng muhim kun. Allo, Labiy aka. Voy. Rano, sen aytgan do'konga keldim. Aha. Nima sovg'a olsam bo'ladi? Bilmadim aka. Avval do'konni bir aylanib ko'ring. Shunga qarab keyin sovg'ani tanlaysiz, xo'pmi? Xo'p, mayli. Sovg'a, gullar olishga olaman. Ha. Lekin uni qanaqa qilib Diyoraga beraman? Axir mendan xafa bo'lgan. Agar uni tug'ilgan kuni bilan tabriklashga borsam, yuzimga ham qaramasa kerak. Mayli aka, qaramasalar ham yana bir bor harakat qilib ko'ngillarini olasiz. Xafa bo'lishga axir haqlari bor. Buni o'zingizdan mendan yaxshi bilasiz, to'g'rimi? Aka, qizlar qulog'i bilan yaxshi ko'radi. Hammasini yotig'i bilan tushuntirsangiz, ular ham tushunadilar. Menimcha, ularni ham hali ko'ngillar sizda bo'lsa kerak-ku. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Endi qiz bola birinchi muhabbatini unutish qiyin bo'ladi deyshadi-yu. Menga qara. Mushtekina bo'lib shuncha narsani qayerdan bilasan? Aka, kinolarda ko'rganman. Mayli. Qani bitta harakat qilib ko'raychi. Men ham siz bilan borib vaziyatni yumshatishga harakat qilaman, xo'pmi? Siz avval sovg'ani tanlab menga rasmini jo'nating. Bo'pti, xo'p. Rano gaplashamiz, xo'p. Xo'p, mayli aka. Siz aka, yana bir marta Diyor opamni oldilariga borishingiz kerak, tushuntirishingiz kerak. Xo'pmi? Undan keyin men ham vaziyatni yumshatishga harakat qilaman. Mayli, bir gap bo'lar. Aka, faqat uyga yaxshi kayfiyatda kiring, xo'p, iltimos. Uydagilar bu ahvolda ko'rishmagani yaxshiroq. Kech bo'ldi-ku, hamma xula bo'lgandir. Ha, endi dey. Aziz, bo'ldi, u bemorni boshqa palataga joylashtirdik. Bemalol uxlayversangiz bo'ladi. Yo'q, rostdan ham
Aqldan ozgan bemor ekan u. Qanaqasiga bir aqldan ozgan bemor bilan meni bir palataga joylashtirdinglar. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Bu bemorni ham bu yerga kelganiga ko'p bo'lmagandi. To'liq tekshirmasdan turib maxsus palataga joylashtira olmasdik. Yo'q, aqldan ozgani shundoqqina ko'rinib turibdi-ku. Qanaqa bir tekshiruvdan o'tkazishlar kerak. Biz bemorni kasalligining ilk bosqichida deb o'yladik. Ba'zida o'zlarini yaxshi tutayotgandi. Biz ham bunchalik jiddiylashib ketadi deb o'ylamagandik. Uzr so'rayman sizdan. Yo'q, tasavvur qiling. Agar u meni yonimga kelib, menga nimadir qilib qo'yganida, shu bittagina uzr bilan qutularmidinglar? Aziz, yana bir bor sizdan uzr so'raymiz. Bu yog'iga shu palatada alohida turasiz. Boshqa bunaqa holatlar kuzatilmaydi. Noqulayliklar uchun uzr so'rayman. Mayli. Xo'p, rahmat. Nimadir kerak bo'lsa aytarsiz. Xo'p. Xo'p. Kech bo'lib qoldi. Kirishim kerak. Hozir oyim uyg'onib qolsalar, yo'qligimni ko'rib vahma qiladilar. Lekin sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Ertaga, to'g'rirog'i bugun ishdan ruxsat so'rasam, mabodo qanaqadir reja qilmagan bo'lsangiz, men bilan kuningizni o'tkaza olasizmi? Tug'ilgan kuningizni esda qolarli qilib o'tkazsak degandim. Lekin bunaqa emas. Yaxshi. Unaqada oyimdan so'rab ko'ring. Tong otsin, xo'p? Agar qarshi bo'lmasalar, men ham roziman. Xo'p. Javobingizni kutaman. Bo'pti, boring. Gul uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Xo'p. Ko'rishguncha. Keting. Siz kiring. Jasur, Ra'no, Labi. kechasi nechida keldinglar? Kutaverib, o'zim ham uxlab qolibman. Haliga buvijon ularni tabriklab keyin keldik. Yaxshi. Jasur, Diyora bilan yana gaplashyapsanmi? yo'q, shunchaki bugun uni tug'ilgan kuni edi. Ra'no hech qo'ymaganiga kechasi borib tabriklab keldik. Ha, bolam. Bugun mana hamma uyda. Jasur ham uyda. Sen nima qilmoqchisan? Men bugun bo'shman, oyi. Sizni qayergadir olib borib olib kelish kerakmi? Yo'q. Men emas. Kecha Sayraga ham aytgan edim. O'sha arizani birga borib qaytarib olib kelinglar. Ko'nglim tinchsin. Kamol aka, bugun shu ishni hal qilaylik. Oyijani ko'ngillari joyiga tushmayapti. Xafa bo'lyaptilar. Xo'p, oyi, vaziyat bo'lishinoq borib olib kelamiz, xo'pmi? Qanaqa vaziyat? Uydaman deyapsan-ku. Uyda bo'laman deding. To'g'ri, uydaman, lekin uzr, hozir gaplashib olay. O'ting dedi. Kim qilyapti? Tanishim. Birorta tanishidir-da. Alo, Lolaxon, eshitaman. Kamol aka, uzr bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol gapiravering. Kechagi vaziyat uchun uzr so'ramoqchi edim. Anglashilmovchilik bo'ldi. Sizni oldingizda xijolatli bo'lib qoldim. Hech his yo'q. Hamkorlar bilan boshqa yerda gaplashib oldik. Ishingiz bitgan bo'lsa xursandman. Lekin hali ham sizni menga yordamingiz kerak. Bilmadim. Meni boshqa ishlarim ham bor, Lola. Undan keyin kechagi vaziyat boshqa takrorlanmasin. Haligi yigit kim u? Ukangizmi? Kim aytyapsiz? Kecha xonaga bostirib kirgan yigitni aytyapman. Yo'q, u ukam emas. O'zicha meni ortimdan yurgan bir ahmoq. Shunaqa deng. Biz ketgandan keyin sizga biror bir shikast yetkazmadimi? Gaplashib oldinglarmi? Ha, gaplashib oldik, masalani hal qildik. Ayolingiz oldida ham xijolat bo'ldim. Mayli, bo'lar ish bo'ldi.
Agar meni ishlarim o'z iziga tushib ketsa, keyin qo'limdan kelgancha sizga yordam beraman. Lekin hozir ishlarimni hal qilib olishim kerak. Xo'p, sizni tushundim. Shunisiga ham rahmat. Sizsiz baribir hech narsa qila olmasdim. Sizdan uzr so'rab qo'yay deb qo'ng'iroq qilgandim. Kechagi voqea uchun yana bir bor uzr. Mayli, hech qisi yo'q. Qo'lga olish guruh tayyor. Yaxshi. Buyrug'ingiz bilan harakatni boshlashadi. Ular tayyor bo'lib turaversin. Hozir o'zimiz kirib olib chiqamiz. Menimcha qarshilik ko'rsatishmaydi. Qani ketdik. Voy, oyi, jonim qizim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Dadam bilan baxtimizga sog'-salomat bo'lgin. Hech qachon yomonlik ko'rmagin. Alloh baxtingni bersin. Ilhom aytganingiz Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Mana bu seni yoqtirgan atir. Nima olishni bilmay shuni oldim. Oyi, o'zi kam qolgandi. Rahmat. Shuni bilganim uchun ham senga atayin Dubaydan zakaz qildim. Rahmat. Men birinchi bo'lib tabrikladim desam, mendan oldin tabriklashibdimi? Kecha Hasan tabriklab ketgandi. Zo'r-ku, senga surpriz qilibdi-da. Haqiqiy surprizni eshiting, oyi. Jasur bilan Ra'noy ham kelgan o'sha vaqtda. Hasan kelasi urushib ketishdi. Nima u ahmoqmi? Endi esiga kelib qopsanmi? Yo qadringga endi yetibdimi? Bilmadim, oyi. Ularni haydab bordim. To'g'ri qilibsan. Umuman u bilan gaplashma, eshitdingmi? Kerak bo'lsa, uni jerkib urishib tashla. Oyi, juda oshirib bormang. Nima? Seni shuncha yig'latganlari esingdan chiqib qoldimi? Esimda, oyi, hammasi esimda. Lekin Hasan qanaqadir menga yoqyapti. Bugun Hasan aylangani chiqaylik degandi. Yaxshi-ku qizim. Aylanib kelinglar. Maroqli dam olib kelinglar. Bugun seni kuning qizim. Keyin kelgandan keyin o'zimiz o'tiraveramiz, xo'pmi? Siz qarshi bo'lmasangiz bo'ldi. Men qarshi emasman. Sen uchun faqat xursandman, jonim. Rahmat. Mayli, tezroq kiyimlaringni kiyib tusharsan. Hozir. Kamol aka, kim? Ish masalasida telefon qildi, sen tanimaysan. Kechagi hamkoringizmi? Said aka, shu ish haqida gaplashmaylik. O'zi ish haqida emas edi-ku. Nima bo'lyapti? Yana adibadi bo'lyaptimi? Nima gap? Oyijon. Hech narsa bo'layotgani yo'q, o'zi shunchaki gaplashyapmiz. Bolam, eshityapman-ku. Kir, nonushtakni qilib olgin, kirish kerak. Bo'ldi, oyi, to'ydim. Jon bola jonim, o'rgilay sendan. Bugun bo'sh bo'lsang, o'sha arizani olib kelinglar. Meni ham tinchtinglar. Meni ham ozgina o'ylanglar, jon bolam. Xo'p, oyi, xo'p. Xo'p. Menga sizning oilangizdan mustahkam bo'lishdan boshqa narsa kerak emas. Meni ham o'ylanglar, jon bolam. Kelin jon bola jonim. Xo'p, oyijon, xo'p. Bugun borib hamma narsani hal qilib kelamiz. Oyi, charchamadingizmi? Yo'q. Tinchlikmi bola? Ishga bunaqa kiyimda ketmasding-ku? Bugun ishdan ruxsat olganman. Haligi qiz bilan biroz aylanib kelmoqchi edim. Balki tushlikdan keyin ishga borarman. Oyi, siz ham biz bilan yuring. Sizni ham aylantirib kelaman. Yo'q. Ikkingizni oringizda men nima qilaman? O'zingizlar borib kelaveringlar. Nima qilibdi? Bahonada u qiz bilan tanishib olasizlar. Bo'lmaydi. Bugun o'sha qizni tug'ilgan kuni bo'lsa, o'zingizlar borib aylanib kelaveringlar. Sizlarga xalaqit bergim yo'q. Uyda zerikib qolmang deyman-da. Nega zerikaman? Uy ancha katta ekan. Bu yerda ancha qilishim kerak bo'lgan ishlar bor. Mayli.
Men ketdim. Qaytayotganda qo'ng'iroq qilaman. Zerikmang, a? Ikkalamiz biror joyga boramiz, a? Bo'ldi. Xo'p, yaxshi borib kel. Mashinangni ehtiyot bo'lib haydagin, xo'p? Xo'p, qaytishimda qo'ng'iroq qilaman, a? Yaxshi o'tiring. Alo. Alo. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Xo'sh, o'zingni qanday his qilyapsan? Sog'lig'ingda biron bir muammo yo'qmi? Kecha ozgina asabim buzilganini aytmaganda bo'ladi. Kecha nima bo'ldi? Meni yonimdagi bir bola bor edi-ku, yotgan bilasizmi? Xo'sh. Uni kasali jiddiymi deyman, odamni cho'chitib Ish qilib senga hech narsa qilmadimi? Yoki urushib ketdinglarmi? Yo'q, hech narsa qilmadi. Hozir hammasi joyida. Mana hozir uni boshqa palataga ko'chirishdi. Bir o'zimman. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Hozir kompaniyada ishlar ko'paygan. Kechgacha ishda bo'laman. Ishdan chiqib, yoningga borarman. Xo'p. Mayli. Xo'p, dadajon. Bo'pti. Keraksiz narsalar o'ylama. Yotib dam ol. Xabarlashamiz. Xo'p, siz ham. Bo'pti. Dadasi yuring. Arizani qaytarib olaylik. Shoshma. Senda gapim bor. Nima gap? Meni ishdan ketishimda sen bilan dadangni qo'li borligini bilaman. Bu gaplarni nima keragi bor? Nima keragi bor deysanmi? Axir hammasi shuni deb bo'ldi-ku. Shuning uchun uyimizdan ayrildik. Boshimga kelgan balolarning hammasiga ishdan ketganim sabab bo'ldi-ku. Shu yo'l bilan sen nimaga erishmoqchi bo'lding? Dadasi, men alamzada edim, jahl ustida qildim. Bunday qilmoqchi emas edim. Sen menga kim ekanligingni ko'rsatding. Men og'ir kunimda yonimda turish o'rniga bor kuching bilan meni yanchishga urinding. Er-xotin bunday bo'lmaydi. Kamol aka, siz... Men hammasini bilaman. Oila shumi? O'sha vaziyatda men bir qarorga kelib bo'lganman. Seni ham, dadangni ham asl basharasini ko'rdim. Men sen bilan ajrashaman. Nima? Kamol aka, nimalar deyapsiz? Ha, to'g'ri eshitding. Men arizani qaytarib olmayman. Vaqt soat kelganda sen bilan ajrashamiz. Meni esankiratib qo'ydingiz. Hoy, Kamol aka, hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, sizga nima bo'ldi? Men hammasini o'ylab qaror qabul qilib bo'lganman. Shunchaki ertalab onamni bolalarim oldida indamadim. Uyingdan ham chiqib ketaman, xavotir olma. Kamol aka, siz komada yotganingizda men uchun qanchalik qadrli ekanligingizni tushunib yetdim. To'g'ri, ba'zi ishlarni jahl ustida qildim. Uzr so'rayman. Lekin siz ham xato ishlar qilgansiz. Tan oling. Men to'g'ri tushunib indamadim-ku. Sen faqat alamzada bo'lib qasos olishni o'ylagansan. Men ham endi o'zgardim. Saida, sen bilan ajrashaman. Meni ajrashadigan yerim yo'q. Hozir ichkariga kirib arizamni qaytib olaman. Nima qilsang qilaver. Endi menga baribir.
Sizdan bir narsa deysizmi, Salim aka? Men boshida muammo bo'ladi deb aytgandim. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Sizga bu ishga aralashmang deyilgan. Bu muammoni o'zaro hal qila olasizlarmi, yo'qmi? Shuni Biz kiber xavfsizlik bo'limidanmiz. Bu yerda kiber jinoyat sodir bo'lgan. Bizda sizlarni qo'lga olishga orderimiz bor. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Nimalar deyapsiz? Menimcha sizlar adashyapsizlar. bu yerdan chiqib ketinglar. Kim kirgizdi o'zi sizlarni? Adashdingmi, adashmadingmi tergovda hal bo'ladi. O'zingizlarga advokat yollashinglar mumkin. Agar unga imkoniyatinglar bo'lmasa, davlat tomonidan ta'minlab beriladi. Hozir bu yerda har bitta gapirgan gapinglar o'zingizlarga qarshi ishlatilishi ham mumkin. Yaxshisi qarshilik qilmasdan, hurmatni saqlagan holda biz bilan yuringlar. Agar bormasakchi, unda kuch ishlatishga majbur bo'lamiz. Ancha qiyin ahvolga tushirib olib chiqib ketamiz. Shuning uchun obro' bor edi. Yaxshilik bilan biz bilan yuraveringlar. Marhamat. Yaxshisi tinchlik bilan hal bo'lgani yaxshi. Mayli. Ko'ramiz. Qayergacha borarkansanlar? Kamol hech narsani payqamasligi kerak. Hammasi siz aytgandek bajarildi. Xurshidni ham, Salim akani ham masalasi hal. Bizni maqsadimiz yo'lida qurbonliklar bo'lishi aniq. Bu qizni qo'lga oling. Men bilan yuring. Oling qo'lingizni. Meni hech qanaqa aybim yo'q. U qiz o'ziga tilab oldi. Tez kunlarda qamoqxonada noxush voqea ro'y berdi deb eshitamiz-da. Janjal paytida kimdir unga Vazir Hakimov aka qo'qqisdan tig'li qurolda jarohat yetkazgani ma'lum bo'ldi. Ko'p qon yo'qotish oqibatida vafot etibdi. Bu ishni qilishimga o'zingiz majbur qildingiz. Bu ishga o'zing ko'z quloq bo'l. Nodir hali yosh, qayerdadir xato qilishi mumkin. Yangi bola bor edi-yu, bloger. Ochimida shu bugun u yerdaligidayoq vafot etish kerak. Ochimni jon uzilibdi. Ha? Kamol aka, sakring. Nega? Sencha? Bir odamni yo'q qilish kerak. Kamol